Assalomu alaykum, hurmatli zarafshonliklar hamda ahlimizning shirinliksevar aholisi. Bugun ayni vaqtda Zarafshonda Pari Cooking shirinliklar do'koni ochilmoqda. Biz Zarafshon shahridan oilaviy Asolayeva Parvina Bono, Homidjon qiziman. Bizda Pari Cooking bu shaxsiy brend. Zarafshonda filial qilib ochdik. Zarafshonda hozircha 3 ta ishsiz yosh ayol qizlarimizni ish bilan ta'minladik va kelajakda bundan ham ortiqroq unga yaqin qizlarimizni ish bilan ta'minlash rejamizda bor. Bizning do'konimizda yarim tayyor mahsulotlar tayyorlanadi. 35-40 ta yaqin shirinliklar tayyorlanadi. 35 ga yaqin shirinliklarimiz bor. Non mahsulotlarimiz bor. 7-8 xil. Hammasi sotuvga chiqariladi har kun. Kelajakdagi rejalarimiz shu elimizga, yurtimizga nima deydi, kerakli inson bo'lib, shunaqa hamma ishsiz ayollarni ish bilan ta'minlab rejalarimiz bor. Yanada agar bizani Zarafshon xalqi ham qo'llab-quvvatlashsa, mahsulotlarimiz yoqsa, yanada filiallarimizni ko'paytirish niyatimiz bor. Aholiga sifatli mahsulotlarni, sifatli shirinliklarni yetkazib berishni maqsad qilib qo'yganmiz. Bir bahor bo'lganda beqaror edi, dilga ish qo'nganda beg'ubor edi, ul go'zal kulganda. Assalomu alaykum hurmatli hamshahrilar. Mana bugun yana bitta quvonchli voqeani guvohi bo'lib turibmiz. Albatta bu o'sha xalqimizning farovonligidan, mana tadbirkorlarimizni rivojlanayotganidan darak beradi. Mana